Agar sabr qilib kutsanglar, bor yo'g'i $360 ming faqatgina zakaz orqali xarid qilishi mumkin bo'lgan Morgan'ning super karanni sizlar uchun biza yuborishimiz mumkin. Bu avtomobilimizda 1950-yillarning effektini beradigan, lekin ichida zamonaviy BMW ning xarakteristikasi o'rnashgan avtomobil bo'ladi. Bitta buni ключевой, eng eksklyuzivniy taraflardan bu avtomobil faqatgina Rolls-Royce'ga o'xshab qo'lda yig'iladi va bu avtomobilni olgan paytingizda o'sha davlatda bir dona yoki ikki dona bo'lish ehtimoli ham bo'ladi. Bu avtomobil ya'ni special edition qilib faqatgina o'zini mijozlariga jo'natiladi. Bu avtomobilimizda 3 litrli I-образный 6 ta silindr ko'ryapsizmi richaklarni ham? BMW richaklari. Ot kuchi 340 atrofida bo'ladi va 500 Newton metr bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? Ushbu 1 tonnaga yaqin bo'lgan avtomobil bor yo'g'i 2 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alib berishi mumkin. Har doimgidek Michelin ballonlari R19 da bo'ladi. Mana buni eksklyuziv desa bo'ladi.